qila olmagan ishni qildi, ya'ni Italiyani birlashtira oldi. Mussolini umuman olganda millatning yetakchisi edi. Politsiya, armiya, barcha davlat tuzilmalari unga bo'ysunardi. Faqat Sitsiliya uni jahliga chiqarar edi. Aniqroq aytiladigan bo'lsa, Benito Mussolini 20-yillarning boshlarida Sitsiliyaga o'z tansoqchilari bilan tashrif buyuradi. Sitsiliya mafiyasi rahbari unga: "Benito, sizga tansoqchilar nega kerak? Bu yerda siz mening himoyamdasiz. Xavotir olmang. Siz meni mehmonimsiz", deydi. Mussolini esa jilmayib rahmat deb qo'ya qoladi. Ammo Milanga qaytib mafiyani yo'q qilish kerakligini aytadi. Unga ko'ra mafiya juda o'zidan ketib qolgan edi. Mussolini mafiyaga qarshi urush e'lon qiladi. 20-asr 20-yillarning o'rtalariga qadar Sitsiliya mafiyasi Cosa Nostra katta yo'qotishlarga duch keladi. Fashistlar hech kim bilan rasmiyatchilik qilib o'tirishmagan. Advokatlar, sud, ularning qanoti yo'q edi. Mafiyozlar ushlab jazolanardi. Qochib ketganlarning oila a'zolari bolalari garovga olinib, qayoqlariga tashlanardi. Sitsiliyaliklarning bir qismi AQShga qochib ketadi, Mussolini esa Cosa Nostraning dushmaniga aylanadi. Bu vaqtda AQShda mafiyani mafiya qilgan, ya'ni uni nihoyatda boyitgan bir voqea yuz beradi. Amerikada alkogol mahsulotlarini sotish taqiqlanadi. Oradan 5 yil o'tib AQShning adliya vaziri o'z xatida Kanzas va Yuta shtatlarida qonun talabi deyarli to'liq bajarilayotgani, ammo Nyu-York shtatida taqiq 95% ga amalga oshirilmayotgani, Kaliforniya shtatida esa bu ko'rsatkich 83% ekanligi keltirilgan. Shuningdek, ushbu xatda qonun butun mamlakat bo'ylab alkogol savdosini to'xtatolmagani, balki alkogol massalasini boyitgani aytiladi. Odamlar ichishda davom etadi. Agar xiyobonlarda spirtli ichimliklar bo'lmasa, yo'q qasdi barlarida spirtli ichimliklar bemalol sotiladi. Har qanday alkogol Kanada vishkasidan tortib oddiy rus arog'igacha hammasi mamlakatga Kanada bilan quruqlik va suv chegarasi orqali noqonuniy yo'llardan bemalol olib kiriladi. Buning barchasi mafiya nazorati ostida edi. Ayni paytda mafiya maydonida Lucky Luciano, gollandiyalik Schultz, Meyer Lansky va albatta Al Capone paydo bo'ladi. Al Capone Chicago sindikatidan bo'lgan eng mashhur gangster. U ko'pchilik o'ylagandek eng zo'r mafiya emas edi. Al Capone boshqa mafiyozliklardan farqli ravishda jurnalistlarga intervyu berishda o'zi haqida gapirishni yaxshi ko'radigan xushchaqchaq odam edi. Avvaliga u sariq matbuotni, o'limidan keyin esa ko'plab filmlar va seriallarning qahramoniga aylanadi. Al Caponening imidji ham juda mashhur edi. Shlyapalik bu odam Amerika mafiyasining boshlig'i. Aslida bunday bo'lmagan. Al Capone ko'chada o'sgan va Chicago sindikatida juda muhim odamga aylanadi. Chicago Kanada chegarasiga juda yaqin shahar. Kanadadan viski aynan Chicago orqali boshqa shaharlarga daryo bo'ylab oqadi. Al Caponening yigitlari esa buni nazorat qilardi. Lekin Al Capone mafiya tuzilishini modernizatsiya qilgan. U politsiyachilarga juda ko'p pul berishni boshlaydi. Hamma korrupsiyaga qochib ketadi. Politsiya rahbari, uning o'rinbosari, prokurorlar, sudyalar, advokatlar, xullas hammasi sotib olingan edi. Uning Pushkin sudlarining maxsus bo'linmasi tashkil qilinib, Chicagoga yuboriladi. Maxsus bo'linmalariga Chicagoga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan xodimlar kiritilgan. Shu sababdan ham ularni iloji bo'lmaydi. Maxsus bo'linma Al Caponening joylashgan manzilini o'rab oladi va u hokimlik yoki korrupsiya uchun emas, balki soliqlarni to'lamagani uchun qamoqqa olinadi. Al Capone qamoqda vafot etadi. U albatta mafiyaning afsonaviy yetakchisiga aylandi. Uning davrida butun Amerikada mafiya juda boyishga boshlagan edi. Amerikaning har bir shahrida jinoiy biznesning barcha turlarini nazorat qiluvchi bir nechta oilalar mavjud bo'lgan. Alkogolga taqiq esa mafiyaga juda ajoyib foyda olib kelgan, chunki odamlar spirtli ichimlik ichishni xohlashardi. Shu paytda mafiya qo'lida katta miqdorda naqd pul paydo bo'ladi. Mafiya biron joyga sarmoya kiritish haqida o'ylay boshlaydi. Aynan shu vaqtda Amerika mafiyasi tarkibida birinchi qarama-qarshiliklar boshlanadi. 1928-yilda u qarorlarni qabul qiladi va buyruqlar beradi. Biror odamni o'ldirish, biror kimning ovozini oshirish, otib tashlash, qaysi politsiyachiga pul berish yoki yo'q qilish, qayerga pul shu yerdan pulni olib ketish, pullar hammasini aynan do'stlarning o'zi qilgan. Mafiya biz hozir biladigan ko'rinishga aylana boshlaydi. Bitta qudratli jinoiy tashkilot, undagi har bir oilada xo'jayin, uning maslahatchisi, o'rinbosari va mafiya buxgalteri tashkil qilinadi. Shuningdek, brigadiyalar va qo'shni ishlab turadigan konchilar ham bo'lgan. Har bir shaharda alohida tuzilmalar tashkil topadi. Bu qudratli
yoshlar bugungi kungacha saqlanib kelmoqda. Bu markaziy bir harakatda intizomli bo'lish va g'oliblarni ko'paytirishga imkon beradi. Maranzano butun Amerika mafiyasining birinchi xo'jayini hisoblanadi. Ammo u uzoq vaqt hukmronlik qilmadi, chunki mojaroda u allaqachon boshi berk ko'chaga kirib qolgan edi. Barcha italiyalik yosh yigitlar qariyalar bilan kelisha olmasdi. Ular biznes o'zgarayotganini, raqobatda turishlar, misol uchun yahudiy mafiyasidan ishlash, sarmoya kiritish kerak deb hisoblardi. Mafiyaning yosh katta a'zolari esa kazino va giyohvand moddalar biznesiga qarshi bo'lgan. Yosh mafiyozlar hamma narsani saqlashga majbur edilar. Ularning fikriga ko'ra, soxtabozlikni nazorat qilishdan tortib, noqonuniy buxgalterlargacha hamma narsada biznes qilishi kerak edi. Bu paytda yahudiy mahallalardan chiqqan yigitlar o'zini ko'rsata boshlaydi. Birinchi navbatda Meyer Lansky, gollandiyalik Six va Baxsi Sigel yahudiy mahallalardan chiqqan bu yigit mafiyaga butunlay boshqacha ruh olib kelishadi. Ular buxgalteriya hisobini qurishni boshlaydilar, chunki pul topishi o'zi ularni farzanda yashirish yetarli emas. Ularni biroz yuzlashtirib va davlat organlaridan qochirishdi. Mafiya juda katta miqdordagi qaroqliga ega bo'ladi va ularni investitsiya qila boshlaydi. Sitsiliya qirolllari o'z ajdodlari tomonidan tashkil etilgan tizimdan chiqmasdan ishlardi. Ya'ni faqatgina qarindoshlar bilan ishlash ruxsat etiladi. Qarindoshlar bo'lmasa ham italiyalik bo'lishi kerak. Bu yahudiy buxgalterlari va lotin jangchilari bilan hech qanday hamkorlik qilishi mumkin emas. Ammo yahudiy mafiyasi paydo bo'la boshlagan edi va ular yetarlicha kuchli edi. Pul masalasida esa albatta ularning tarkibida o'ta turli ishlar bo'lgan. Yahudiy mafiyalar soliq bilan amal ishlashdi. Pulni qanday ishlatishni bilishar edi. Ammo italiyalik mafiya rahbarlari ular bilan hamkorlik qilishni istashmaydi. Italiyliklardan boshqalar bilan oila qurishga ham ruxsat berilmagan. Yosh mafiyozlar bu vaqtda eski mafiya rahbarlaridan norozi bo'la boshlashadi. Ularning fikricha eskicha fikrlaydigan rahbarlar haligacha mafiya biznesini 18-asrdagidek boshqarishiga urinishar edi. Biznes esa allaqachon boshqacha edi. Har qanday biznes kabi jinoiy biznes ham rivojlana boshlagan. Yoshi tamom mafiyozlar orasida norozilik boshlanadi. Ularning rahbari Lansky edi. Lansky yahudiy mafiyozga Meyer Lansky bilan yaqinlik bo'lgan. Meyer Lansky bu vaqtga kelib katta boylikka erishib bo'lgan edi. Asıl yoshlarning qoidalardan noroziligi urushsiz kechmaydi. Yoshlar rahbarlardan o'rinlarni qon bilan tortib olishlari kerakligini yaxshi tushunadi. Yoshlar va keksalar o'rtasidagi mojaro ortida Vito Genovese, Frank Castello, Baxsi Sigel va Meyer Lansky Amerikadagi birinchi ruslar bo'lsa Salvatore Maranzanoni o'ldirishga buyurtma berishadi. Maranzano otib tashlanadi. Endi esa tayyorlaning. O'yinga afsonaviy mafiyozlar qo'shilishadi. Al Capone qudratli mafiya rahbari bo'lmagan. Aslida bunday maqomga Lucky Luciano to'g'ri keladi. U Maranzano vafotidan keyin boshlar bo'lsiga aylanadi. Lucky Luciano allaqachon katta tuzilishga uning birinchi qarorlaridan biri yahudiy mafiyasi bilan ishlash bo'lgan. Katta yettilik, ya'ni Nyu-Yorkning 5 oilasi va 2 kishi Meyer Lansky va Baxsi Sigel Luciano planini tuzishadi. Ular uy va boshqa narsalar sotib ola olmaysiz. Agar sotib olsangiz, ertagingizda oldingizga kelishadi. Buni qaysi pulga, nimaga qilding, qayerdan olding bu daromadni deb tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Agar tushuntirib bera olmasangiz, tergov va qamoq. Shuning uchun ham bu pullarni qonuniylashtirish kerak va qonuniylashtirish uchun ma'lum bir sxemalarni o'ylab topish kerak bo'lar edi. Chunki Amerika soliq siyosati juda qattiq qo'l bo'ldi. Bu qanday yo'llar bilan amalga oshirilgan? Misol uchun kir yuvish shoxobchalari yoki bar, restoranlar ochilgan. Aynan shu muassasalar orqali kir yuvish amaliyoti amalga oshirib borilgan. Meyer Lansky o'ylab topgan bu machinatsiya o'sha vaqtda juda qo'l kelgan, chunki siz kir yuvish shoxobchasiga bitta odam keldimi kuniga yoki 1000 tani hisoblashning imkoni yo'q edi. Noqonuniy pullar o'sha yerga olib kirilgan va sof daromad sifatida ko'rsatilib, undan soliq to'lanib, pullar qonuniylashtirilgan. Xuddi shu sxema bar yoki restoranlarda ham ishlagan, lekin asosan ishlar kir yuvish shoxobchalarida bo'lganligi uchun ham bunga pul yuvish machinatsiyasi deb nom
beriladi. Bu machinatsiya hozirgacha dunyoda keng tarqalgan. Aynan Merlansky sabab bu birinchi Amerikani egallaydi, keyin butun dunyoga tarqaladi. Keyinchalik bunga deylik elektron pullar, offshore zonalarga pulni olib chiqib ketish, hozirda yana kriptovalyuta qo'shildi va o'sha butun dunyoga tarqalib, bu machinatsiyalar kunga aniqlash ular Assalomu alaykum. Tarixi ajib qissalardan biri Yahyo va Zakariya alayhissalomlar qissasi. Bu tarix o'z o'rnida juda ham fojiali ko'rinishga ega bo'lib, quyida Bani Isroil qavmining yana bir ulkan jinoyatiga guvoh bo'lasiz. Mavzuni oxirigacha tinglasangiz, bu la'nat qavmiga odam o'ldirish tarixdan meros ekaniga guvoh bo'lasiz. Yahyo alayhissalom, Zakariya alayhissalomning o'g'li. Bu ikki zot Bani Isroilning oxirgi nabiylaridan bo'ldi. Ular o'z qavmlaridan faqat tug'yon, zalolat va sarkashlik ko'rdilar. Shunday bo'lsa ham Allohga da'vat qilishda davom etdilar. Yahyo alayhissalom va Zakariya alayhissalom ikkovlari ham yahudiylar tarafidan vahshiyona qatl etilgan. Yahyo alayhissalomning onasi Imronning qizi bo'lib, Maryamning xolasi. Yahyo alayhissalom Iso alayhissalomdan 6 oy oldin dunyoga kelib, umrlarining ko'p qismini u zot bilan birga o'tkazgan. Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrotni keyin kelgan payg'ambarlar, jumladan Zakariya alayhissalom va u zotning o'g'illari Yahyo alayhissalom ham o'qib, unga amal qilishgan. Yahyo alayhissalomning fazilatlaridan biri ota-onasiga mehribonligi. Xususan keksalikda ko'rilgan farzandning ota-onaga mehribon bo'lishi katta fazilatdir. Unga tug'ilgan kunida ham, o'ladigan kunida ham, qayta tiriladigan kunida ham salomlar